Maşallah, Alloh rozi bo'lsin do'stlarim. Bunisiga 2 million, narigisiga. Haligi yana bitta o'zbek karta agro viza universal bor edi-ku, unga 2 million 134 ming tushibdi. 20 million işte. Aha. Viza kartaga 200 dollari 217 dollar tushibdi. Nimaga u dollarda ko'rsatma? Aha, dollarda ko'rsatadi, o'zi dollarda ko'rsatadi. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashlayotgan bo'lsa, kim yordam qilayotgan bo'lsa, umumiy hisobda sog'ayizda bitta ozni tortinchi boshqa. Hozir bo'lsa kerak. Qani 33 ga. 33 ga bo'pti og'ajon, bu 33 ga bo'pti. 200 bo'lsa 20 million 230 dollar va 270 dollar dedingizmi? 270 dedingizmi? 217 dollar. 220 dollar bo'lsa 220 350 dollar, bozorga 150 dollar, 500 dollar, 200 dollar, 730 million so'm pul tushibdi Navro'zbek. Umumiy hisobda. Og'ajonim, Sardor og'am rahmat. Biz buni og'ajon ana 56 millionni og'ajon salkam bir oyda yig'diydi og'ajonim. Joni sog' bo'lsin. 5 odam o'tiradi. Joni sog' bo'lsin og'ajonim. Alloh rozi bo'lsin. Haqlaringga bitta chiroyli duo qilib qo'ying Sardor og'a, joni sog' bo'lsin. Xalqqa bitta ayting, xalqqa duo qiling, tamom. Hech Hammani. Auzubillahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Ey Parvardigorim, Qodir Allohim, ihsonga hissasini qo'shgan jamiki bandalaringni Alloh o'zing rozi bo'lgan, shu qilgan ihsonlarini dargohingda qabul aylagin. Allohim, roza Ramazon oyida, hayit kunida Allohim qo'ldan kelgancha ihsonga hissasini qo'shgan bandalaringni o'zing rozi bo'lgan. Bilib bilmasdan qilgan xatolarini, gunohlari bo'lsa Alloh o'zing kechirgin. Qalblaridagi nimaki yaxshi orzu-niyat, maqsad tilaklari bo'lsa Allohim ro'yobga chiqargin. Bemorlari bo'lsa Alloh dardlariga shifoi komil bergin. Baxt talablarga baxt bergin. Farzand talablariga Alloh qilgan ihsonlari haq hurmati shirinna shakar o'g'il qiz farzandlar bergin. Ularni umri bilan, rizqi bilan, oydi husni bilan, insof, iymoni, diyonatni bergin. Allohim ishi yurishmayap turganlar ish yo'lini, omad yo'lini, davlat yo'lini ochgan, qarz bo'ladi, mushkullarini oson qilgin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaringni Alloh yaxshilarga yondoshtir, yomonlardan uzoqlashtirgin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaringni Allohim hamisha o'z panohingda asragin, to'g'ri yo'lingni adashtirmagin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaring Allohim qalbida nimaki yaxshi orzu-niyat, maqsad bilan musofir yurtda yurishibdi. Allohim shu orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgin. Tez kunda oilasini, ota-onasini bag'riga tani joni sog' bo'lib, boy badavlat bo'lib, yorug' yuzli bilan birlari ikki bo'lib kelishni nasib ro'za aylagin. Allohim qolgan bandalaringni qalbida nimaki yaxshi orzu-niyatlari bo'lsa, Allohim o'zing ko'rgutsan, bilgutsan. Albatta shu orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgan. Allohim ihsonga hissasini qo'shgan jamiki bandalaringni Allohim o'zing rozi bo'lgin. Shu insonlarni o'zlarini, ota-onalarini Alloh bu dunyo va u dunyo o'zini to'g'ri yo'lini adashtirma, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Allohim shu ihsonga hissasini qo'shgan bandalaringni Allohim hech biriga dard bermagin. Allohim Robbim menga dard berib sinayapsan, lekin shu bandalaringni Alloh tani jonini sog' qilib, umrini uzoq qilib, rizqini ulug' qilib, ser farzand, ser davlat qilishnakin. Shular qatori Allohim Sardor og'amni ham Allohim tani joni sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham Allohim o'zini panohingda bo'lsin, martabasi yuksak bo'lsin. Allohim yuzlab insonlarga hamisha yordam qo'lini cho'zgan og'ajonim Allohim tani jonini sog' qil, umrini uzoq qil, hamisha o'z panohingda asragin. Yaxshiga yondoshtirib, yomondan uzoqlashtirgin. Ehsonga sababchi bo'lgan Azbi akamdan ham, Boburjon akam jamiki insonlarni Allohim o'zlarini, ota-onalarini Alloh bu dunyo va u dunyo o'z panohingda asragin. Yaxshi ko'rgan, sevgan, suygan bandalaring qatoridan ayirmagin, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin, to'g'ri yo'lingni adashtirmagin. Allohim bu dunyoda qilgan har bir ezgu, yaxshi amal ishlarini Allohim u dunyoda jannatda quradigan qasr uylarini bir poydevori qilgin, jannatlar bilan siylagin. Allohim payg'ambarlarimizga qo'shni qilib qo'ygan Robbim, ey mehribon zot, Qodir Allohim, ihsonga hissasini qo'shgan jamiki insonlarni qalblaridagi go'zal orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgan. Allohim Sardorbek og'ajonim Allohim hamisha panohida bo'ling og'ajonim. Ehsonga hissangizni qo'shdingiz, joningiz sog' bo'lsin og'ajon. Allohga qasam, o'lgunimgacha haqqingizga duodaman og'ajonim. Sizday farzand o'stirgan sizning ota-onangizga rahmat. Sizday sababchi farzand o'stirgan og'ajonim. Hamisha Alloh taolohim yuzingizni yorug' qilsin, yuzingizni issiq, so'zingizni o'tkir qilsin. Erkak boshingiz egilmasin. Qodir Alloh do'stga zor, dushmanga xor qilmasin. Parvardigorim, mehribonim Allohim, qayerda bo'lsangiz ham Alloh panohida bo'ling og'ajonim. Rabbana atana fid dunyo hasanatan va fil oxirati
hasanat va filqi nazabalar. Allohim birlaringga ming bersin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Allohu akbar. Sardor og'a, Yengil o'rniga. og'ajonim rahmat. Allohim yerdagi elchisi rahmat. Azbi aka rahmat. Sardor og'a rahmat. Ya bir ataganim bor, ozmi ko'pmi? Hozir mana telefonimda efirdan hozir kartangizni zapisi oldim turibdi. Efirdan keyin $500 o'zim tashlab qo'yaman. $500. Voy og'ajonim. Jonis og'ajon undan ortig'ini qildingiz Sardor og'am rahmat. Og'ajon bunchani Jonis Hamma yana bitta deyapti, hamma shoshmang hozir bitta gaplashib olaylik. Akalar, yana deyapmiz, lekin sal haydamayapmiz. Shuncha odammiz bosmayapsiz.